Assalomu alaykum aziz Newtech jamoasining kuzatuvchilari. Mana bugun navbatdagi Zuba 4x4 traktorimizni Samarqandlik akalarga baraka qildik. Alloh xayrli qilsin, ishlarni rivojini bersin, dehqonchiliklarning rivojini bersin. Aka, traktor qanday ekan? O'zingiz masalan bu traktorning nimasi sizga ma'qul bo'ldi? Qanday nima afzalliklari bor ekanki buni xarid qildingiz? Keyingi oladiganlarga, keyingi mana shunday texnikani kuzatib olmoqchi bo'lib yurganlarga o'zingiz bir tushuntirsangiz. Ular ham qanday yaxshi joylari borligini mana mijozimizni o'zini tilidan, o'zini o'ylari bilan xudo xolasa bugun eshitamiz. Traktorimizni yaxshilik tomonini menga yoqqani olli tortadi. 4x4. 4x4. Olli keyin arqa tomonda yerni bosibroq haydash uchun silindr qo'shimcha qo'yilgani. O'yin traktor meni traktorlardan ko'ra buni qo'shimcha silindri borligi ma'qul keldi menga. Ha. Shunday. Bu traktorimizning orqa navigatsiya chasti, ya'ni orqa ko'tarish mexanizmi juda ham baquvvat qilib ishlangan. Ya'ni bu ko'taradi ham, pastga bosadi ham. Mabodo yerlaringiz qattiq bo'ladigan bo'lsa, pluglar tushmaydigan bo'lsa, yo rixliniyalar tushmaydigan bo'lsa, pastga bosib ham majburlab turib tushirishingiz mumkin. Yana qo'shimcha telechka yo moyda ishlaydigan selkalar ishlatishingiz uchun qo'shimcha 2 juft gidrovixtlari mavjud. Vomlari bor, frezalari ishlatishingiz uchun suv nasos yo boshqa vom bilan ishlatiladigan narsalar uchun vomlari bor. Oldiga kasilkani ham ayting. Oldiga kasilka taqsa bo'ladi. Agregatlardan hamma narsani, pastga hamma narsani ulasangiz bo'ladi. Oldiga kasilkalar, orqaga telechka, preset, suv nasos. Keyin yana traktorimizni qo'shimchalaridan radiator, elektronnik ventilyator borligi juda ham yaxshi qilib ishlangan. Xudo xolasa ertaga qishni kunlarida ham, ming bor uzr, yozli kunlarda, issiqlarda ham qizib ketmasligini oldini oladi. Shu tomonlari afzal bo'lgani uchun kelib olib ketyapmiz-da. Aka, Alloh barakali qilsin, xayrli qilsin. Texnikadan baraka toping aka. Aytgansiz. Ha, aytmoqchi. Bugungi akamizga frezalari, ikki korpusli pluglari bilan qilib berganmiz. Kimga shunday texnikalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda opisaniyada telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Texnikalarimiz soni cheklangan, kam qolgan. Agar kimda kim olmoqchi bo'lsa, tezroq aloqaga chiqishlaringizni so'raymiz.